Soban toyun oğul imamı Süleyman Hazret oşta Qur'an surelerde okudu ve gazda söyledi Hazret. Soban toyu tarixine to'xtalib, xalqımızın g'irif adetlerini saqlauning ahamiyati turunda da anlattı. Soban toyuna jiyiluvchilarni eski Qoramalı avul jilligi boshlig'i Elnur Karimov ham rayon hokimiyati vakili, boshqarma komitetining infrastruktur o'sish bo'ligi yetakchisi Damir Muhammadzinov da salamladi. Bütün xalqning ulusuning da yaşının da kütüp algan beyremi, yılga bir kile turgan meşayip kirip, iginlerini jir koyununa salgandan soň iliklikten meşay beyrem etkenler, hazırda buna bit motor etip beyrem etebez. Halk bit motor yol ete, şitten kunaklar koyta. Barkım Salazan abinin parka dip ataldı bitinde ağaçlarının bir neçesinin tüplerini özümde qadadım. Mektepte okugan çağında şuşunda şakırlar qadı ümesinde biz de qatnaştık. Mengilik alım atıp park Barlıqqa kelgan yoshlar bizdan qolgan yoshlar onu saqlasınlar. Bayram milli o'yinlari bilan ko'ngilli, qopshiq sug'ushi, shulmak botu, qopshiq kiyib, qoshiqqa yumurqa solib yuguruv o'yinlarning birsida e'tibordan chetda qolmadi. Soban to'yining tub bizagi milliy kurash. Eski Qoramalı Soban to'yinda yangi Qoramalı o'niga Oydar Sharifullin botirib qoldi. Soban toylarını mübarek bulsaklar, izin bulsam, Soban toy şul klastaşlarını, tuğanlarının birden bir tatarlarını beyremi. Şu vakitte bütünü biz yığılıp şıraşa turan beyrem. Bu bizden milli tradisiya, былтырғы Россия Soban toyda bir көңілі болғаны, onda koytqаны. Mine Müslim rayonu şular bilen tağda ko'tarilib ketdi. Soban toyunda sport yarışları da uyushtirildi. Ger ko'tarib, qo'l kurashi, turnikda tortuluv. Qiz bolalarda turnikda ko'tarildi hatta. Bo'laklarda sollaydi. Tatarsha kurash bilan ger ko'taruvda jenguvchilar televizor bilan bo'laklandi. Bo'laklarni Agromaster yetishtiruv kompaniyasi general direktori Ilgiz Islamov hozirlagan. Bundan tish Nail Mullin Avgust Muslim javobligi cheklangan jamg'iyatida ig'anashilik yordami ko'rsatgan. Men endi bunda tug'andan beri shunda qaytamiz, shunda qatnashamiz, degan shirashamiz. O bir qat o'zining birga ishlagan, birga o'sgan malaylar bilan shirashuv. Shunda do'stlar bilan shirashuv, tug'anlar bilan shirashuv. Ol bayram degani обязательный bayram tugul ol. Oltaga 60 aytirga kerak bo'ladi aytirgan bayram tugul bu. Просто xalq bayrami. Bola chaqda, o'smir chaqda shunda o'tdi. Maktab yillarida biz kichkinadan Soban to'ylarini kutib olaydik. Ot shabashlarında qatnashgan bo'ldi. Boshqa turli yo'llarda, o'yinlarda qatnashib shunda o'sdik. Mana bugun shu yoshga yetguncha qadar har yil biz bu ovulga, Qoramalıga qaytib qolganimiz yo'q. Ko'p voqealarni esga tushiramiz. Mana bugun Soban to'yi kunni o'zimizning qo'yishanlar o'qitgan o'quvchilarimiz kelib esenlashgach, ko'ngilga nimadir jilolik tag'in bir yoqda nur inga. Yarışlarda qatnashuvchilar bilan bir ratdan jurlab biyib ko'ngil ochuvchilar da ko'p bo'ldi bayramda. Har kim ustaligini ko'rsatdi. Tug'anlari, do'stlari bilan ko'rishdi, shin ko'ngildan ko'ngil ochdi. Rimma Avzalova, Dinar Nuriddinov, Muslim televideniyasi.